Men sizlarga hozir tillaga teng keladigan zo'r narsa o'rgatib qo'yaman. Cobalt mashinasida полный ходовой qildinglar. Pulshtir rezinka ham qo'ydinglar, ruloviy kolonka, stabilizator, tagi hamma narsasini absolyutno qildinglar. Lekin mashinani haydab tekshirib ko'rsanglar, ruli loq qotdi. Mana men bor chiqadi, eshitinglar. Eshitinglar. Полный ходовой qilib bo'lganinglardan keyin обязательно mana shu shofyor taraf balonga urib ko'rasizlar. Mana shu joyiga. Agar ruloviy to'qillasa, shu bilinglar, ruloviy legirovka qilib olish kerak. Ruloviy qanaqa legirovka qilinadi? Mana bunaqa joyda o'zina legirovchilik joyi bor. Buni usta akalarimiz o'zi biladi. Mana mashitda legirovka qilib yaxshilab yig'ib olsanglar, mashina doda bo'ladi. Shu sizlar o'ylagan, ana rul yo'qota olmaydi-ku ko'pchilik ayb. Ana o'sha ayb shunda yo'qoladi. Like bosishinglar shart emas, faqat duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsa, zo'r foydali kontentlar qo'yib yormaslik uchun обязательно bizga obuna bo'lib qo'yinglar.